21 yoshli bemori bir vaqt o'zida gamerotamiya chap tomon gamer bo'shlig'ining ichida kistadan olib tashlaymiz, nafaslarni yo'lini tiklab beramiz, burun to'sig'ini tiklaymiz va turbina plastika qilib chiqanolarni idealniy plastika qilib beramiz. Bizlarni kuzatishda davom eting. Bemorimiz sprey sepishdan shikoyat qilgan. Bemorimizni xirqa plastikasi, turbina plastikasini tugatdik. Xudo xolasa idealniy chiqdi hammasi. Endigi navbat gamerotamiya, ya'ni chap tomonlama gamer bo'shlig'ining ichidagi kistani tozalab beramiz, xudo xolasa. Mana gamer bo'shlig'ining ichiga kirdik, xudo xolasa ochib, mana kistani ko'rishingiz mumkin. Juda ham katta kista. Hozir xudo xolasa shuni olib bemorimizni kistadan xalos qilamiz. Mana xudo xolasa operatsiyamiz idealniy bo'ldi. Tugatdik operatsiyamizni. Bir vaqt o'zida gamerotamiya, chap tomonlama gamerotamiya qildik. Burun to'siqlarini to'g'irladik va chig'anoqlarini xudo xolasa korreksiya kichraytirib qo'yildi. Mana ko'rishingiz mumkin, rezultati halqumigacha burun yo'li idealniy ochilgan. Mana xudo xolasa nafas olishda muammolari bo'lmaydi. Bemorimiz eng muhimi bosh og'riqlaridan, burunga dori sepish, sprey sepishlardan qutuldi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.